Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari. E'tiboringiz markazida UFC MMA olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar bilan Vodiy MMA kanali. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimizda har doimgidek UFC MMA boks olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar to'g'risida batafsil gaplashamiz. Videoni boshlashdan oldin 2 soat vaqtimiz ketgan ushbu rolik uchun 3 soniya vaqtingizni ayamay videoga like bosishni hamda kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Biz esa bugungi dasturimizni boshladik. UFC jangchisi Hamzat Chimayev Bilol Muhammad haqida fikr bildirdi. U avval meni musulmon birodarim deb atagan, keyin men esa u bilan jang qilmoqchi ekanimni aytdi. Nega men unga hurmat bilan munosabat bo'lishimni kerak? Men rostgo'y odamlar yoqadi, soxtalar emas. Agar men birodarim deb atayotgan bo'lsang, shunga mos harakat qil, deb yozdi Chimayev ijtimoiy tarmoqdagi sahifasiga. Tarixda ilk bor ikki o'zbek UFC jangchisi bir oqshomda o'z janglarini o'tkazadigan bo'ldi. Ramazon Temirovdan keyin Bogdan Guskovning ham 26-iyun kuni UFC Abu Dhabi turnirida kardida jang o'tkazishi ma'lum bo'ldi. Yarim og'ir vaznda aralash yakka kurash ustamiz shu kuni rossiyalik 33 yoshli Nikita Krylovga qarshi oktagonga chiqdi. Krylov aprel oyida 2 yillik tanaffusdan so'ng oktagonga qaytgan va biroz kutilmaganda birinchi raunddan o'zining nokaut evaziga Dominik Reyesga imkoniyat berib qo'ygandi. Nikita bu mag'lubiyatga qadar 3 ta jangda g'alaba qozongandi. Angrellik 32 yoshli Bogdan Guskovning esa 3 ta g'alabali seriyalari kelmoqda. O'zining debyut jangida tajribali Volkano Zemirga yutqazgan hamyurtimiz keyin Zak Pauge va Ryan Spence ustidan nokaut evaziga g'alaba qozondi. Billy Elkanni esa Glonti uslubi bilan taslim etgandi. Ayni paytda Nikita Krylov UFC yarim og'ir vazn toifasida reytingi 10-chi, Guskovning esa 14-chi o'rniga egallab turibdi. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlar barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr. O'zingizni ehtiyot qiling. Vodiy MMA kanalidan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.